Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz sizlar bilan bugun ya'ni axborot texnologiyalari fanidan birinchi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Mavzu axborot texnologiyalari faniga kirish. Mavzuning rejasi axborot texnologiyalari haqida tushuncha, shaxsiy kompyuterlarning rivojlanish etaplari, zamonaviy shaxsiy kompyuterlarning asosiy va qo'shimcha qurilmalari haqida, demak, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Muhokamalar va mavzuni yoritib chiqarishga harakat qilamiz. Axborot texnologiyasi fan sifatida hisoblash texnikasi vositalari va dasturiy ta'minotlar yordamida axborotlarni tuzadi, saqlaydi, qayta ishlash va uzatish usullarini, ya'ni tizimlashtiruvchi ularni boshqarish usullarini o'rgatadi. Axborot bilamizki, bizlarda ya'ni ruschasiga informatsiya bu. O'sha yangilik, ma'lumot. Bu axborot texnologiya bilamizki, ya'ni o'zbekchasiga, ya'ni lotin tilidan olingan bo'lib, informatio, ya'ni tushuntirish, tanishtirish, bayon etish, ma'lumotlarni anglatadi va bu o'zbek tilida bilamiz axborot deb tarjima qilingan. Informatika atamasi bilamiz fransuz tilidan olingan. Endi bizda axborot texnologiyalari fanining predmeti va maqsadi haqida vazifalarni ko'rib chiqishga kelsak, axborot texnologiya hozirgi paytda bilamiz IT, ya'ni IT sohasi juda rivojlanib ketdi. Ya'ni axborot texnologiyalar, ya'ni information texnologiya, bu ITning o'zini asl vazifasi, ya'ni axborot texnologiyaning vazifasi deylik, axborotlarni tuzadi, saqlaydi, undan foydalanadi, qayta ishlaydi va uzatish mumkin bo'lgan istalgan texnologiyalarni, ya'ni anglatuvchi itama hisoblanadi bu. Axborot texnologiyasini maqsadi bilamiz, inson tomonidan tahlil qilish va maqsadli harakatlarni amalga oshirish, qarorlarni qabul qilish uchun axborotlarni ishlab chiqarishlardan iborat. Bilamiz, axborot texnologiya bo'lish uchun bizda ham axborot kerak, ham texnologiya kerak. Axborot bu bilamizki, ya'ni butun insoniyat ongi bilan qabul qiladigan, ya'ni o'ziga oladigan barcha ma'lumotlar bu axborot bo'ladi. Endi bu yerda bizlarda axborot inson 91% ko'rish orqali qabul qilsa, 8% eshitish orqali va 1% tasavvur qilish orqali axborotlarni qabul qiladi. Bizga ma'lum bo'lgan barcha ma'lumotlar, o'sha barcha informatsiyalar bu axborot bo'ladi. Endi texnologiya. Texnologiya so'zi bu lotincha olingan bo'lib, ya'ni texnos, san'at, hunar, soha, mahorat degan ma'nolar anglatadi. Logos esa fan degan ma'noni anglatadi bu. Endi bilamizki, biror vazifani amalga oshirish usullarini shu texnologiya so'zi buni anglatadi. Insoniyat tomonidan unga oldin ma'lum bo'lmagan yangi bilimlarni egallanishi fan deb ataladi. Ya'ni yangi egallangan bilimlarni amaliyotda qo'llanishi, ya'ni amaliyotda tatbiq etilishi bu texnologiya deb ataladi. Endi bizlarda bilamiz, hozir asosan axborot texnologiyalari fanini o'rganish uchun biz bilamizki, axborot texnologiyalari bu kompyuterni o'rgatadi. Kompyuter bu dastur deb ataladigan operatsiyalarni ketma-ketligini bajarishga mo'ljallangan elektron hisoblash mashinasi. Ya'ni kompyuter so'zi ingliz tilidan computer, ya'ni hisoblash ma'noni anglatadi. Shaxsiy kompyuterlarning bu ko'rinishi, ya'ni tuzilishi, birinchi chiqqan kompyuterlarning tuzilishi shunday tartibda bo'lgan: monitor, undan tashqari protsessor, ya'ni tizimli blok, bu kompyuterning miyasi hisoblanadi, klaviatura, keyin sichqoncha. Endi bizda shaxsiy kompyuterlar bilamiz, bir ish o'rniga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan kompyuter hisoblanadi va bu shaxsiy kompyuterlarning bir nechta turlari mavjud. Stol kompyuterlar bor. Bularda bizlarda desktoplar ham deyiladi. Keyin esa portativ kompyuterlar bor.
bular notebooklar, netbooklar. Keyingisi cho'ntak kompyuterlar. Bular planshetlar, mini kompyuterlar, smartfonlar kiradi. Endi shaxsiy kompyuterni tuzilishi bilamiz, o'sha shaxsiy kompyuter bu texnik ta'minot bu. Texnik ta'minot hamda dasturiy ta'minot. Ya'ni texnik ta'minotlarimiz, shaxsiy kompyuterlarimiz, dasturiy ta'minotimiz Windows operatsion tizimlari, ya'ni operatsion tizimlar. Ular Linux bo'lishi mumkin, Unix bo'lishi mumkin, yoki deylik Windows bo'lishi mumkin. O'sha dasturlar, ya'ni software bilan hardware. Endi bizda bu yerda shaxsiy kompyuterlarimizda apparat ta'minotlari bilamizki, ya'ni kompyuterni tashkil qiluvchi texnik qurilmalardan iborat bo'ladi. U fizik berilganlar bilan registratsiya qilish mumkin, saqlash mumkin, o'zgartirish va ularni inson tushunarli ko'rinishda tatbiq qilish vazifalarini ham bajaradi. Bizda bilamiz, istalgan shaxsiy kompyuterlar, ya'ni istalgan kompyuterlar bular kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish qurilmalaridan iborat bo'ladi. Bizda shaxsiy kompyuterlarda bazaviy konfiguratsiyasi ikki guruhga bo'linadi. Bular asosiy qurilmalar va qo'shimcha qurilmalarga biz bo'lishimiz mumkin. Asosiy qurilmalarimiz bilamiz 4 ta asosiy qurilmalardan tashkil topgan shaxsiy kompyuterlarimiz. Bular tizimli blok, monitor, klaviatura va sichqonchadan iborat bo'ladi. Keyin esa shaxsiy kompyuterlarimizda qo'shimcha qurilmalari mavjud. Bular tovush kolonkalari bor. Keyin esa printer, skaner, modem, USB, video proyektor, quloqchin, web kamera, plotter, interaktiv doska va hokazolar kabi, ya'ni fleshkalardan ya'ni iborat bo'ladi. Bilamiz, shaxsiy kompyuterlarning asosiy qurilmalari o'sha 4 ta asosiy qurilmalarda bitta ozgina sizlarga tushuntirib bermoqchiman, ya'ni ozgina ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Birinchisi deylik monitor. Bularda displey ham deyiladi. Ya'ni bu belgili va grafikli axborotlarni vizual namoyish qilish qurilmasi hisoblanadi. Axborotlarni chiqarish qurilmasi sifatida xizmat qiladi. Ya'ni bizga ma'lumotlarimizni, ya'ni yoritib beradi. Va keyingisi bilamiz, shaxsiy kompyuterlarning tizimli bloki, ya'ni miyasi, protsessori deymiz. Bu kompyuter tizimining asosiy bloki hisoblanadi va unda joylashgan qurilmalar ichki tizim blok ulangan qurilmalar va tashqi qurilmalar deyiladi. Ya'ni ichkaridagi qurilmalar mavjud va tashqi unga ulanadigan qurilmalarimiz mavjud bo'ladi. Keyingisi demak, bizdagi shaxsiy kompyuterlar asos qurilmalarida 3-inchisi, ya'ni klaviatura. Ya'ni klaviatura bilamiz, bu kompyuterlar boshqarish, axborotlarni kiritish qurilmasi hisoblanadi, ya'ni ma'lumotlar kiritish qurilmasi hisoblanadi. Standart klaviaturalar bu 101 tadan 105 tagacha, ya'ni klavish bo'ladi, ya'ni knopkalar, tugmalari bo'ladi unga. Bularning vazifalariga ko'ra biz 6 qismga bo'lganmiz. Ya'ni asosiy qism, funksional qism, keyin esa raqamli qism, yordamchi qism va hokazolar. Keyingi qurilmamiz, ya'ni sichqoncha. Bu ham shaxsiy kompyuterlarning asosiy va qo'shimcha deb olishimiz ham mumkin. Bu kompyuterlarning grafik obyektlar bilan boshqarish qurilmasi hisoblanadi. Ya'ni bu ham ma'lumotlarni kiritadi va grafikli ma'lumotlar bilan ishlashga xizmat qiladi. Va shaxsiy kompyuterlarda boya yuqorida aytganimiz, ya'ni protsessorning ichki qurilmalari, ya'ni mikroprotsessorlar, shaxsiy kompyuter asosiy qurilmasi mikrosxemasi hisoblanadi. Unda barcha hisoblashlar bajariladi. Keyingisi operativ xotira, ya'ni tezkor xotira, doimiy xotira, OZU deyiladi bu. Bu operativ xotira kompyuterni ya'ni ishlash davrida uni tezligini ta'minlaydi. Qancha operativ xotiramiz katta bo'lsa, bizning kompyuterimizning tezligi shuncha katta bo'ladi. Keyingisi ona plata. Ona plata bu bilamiz, kompyuterning eng katta platasi hisoblanadi. Va undan keyingisi video adapter, video belgilarini saqlash, o'qish uchun mo'ljallangan. Va bundan keyingisi shaxsiy kompyuterlarning ichki qurilmalaridagi, ya'ni tovush kartasi, qattiq disk, Winchester deyiladi buni, disk yurituvchi, ya'ni optik disklar, ya'ni bu diskovodlar